Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, meni kuzatayotgan yurtdoshlar, Amerika, esingi davlatlari, Turkiya, Arabistonda kuzatayotgan muxlislarim. Mana biz Turkiyaning İzmit shahridamiz, Sakaryada. Mana Farruh Haydar amakimiz bilan mana yuzma-yuz uchrashib turibmiz. Shu kishining Tiflisda, rus tilida aytadi, o'zlarini mana shu kichkinagina shu bog'dorchilik qiladigan joyi bor ekan. Mana bodringlarni qarang, bodringlarni. Mashallah. Amaki bu dehqonchilik sotuvgami yo farzandlarga oila ishlatishgami? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni ko'ryapgan tamom dunyoning har tarafidan hammalaringizga tek salomlar, hurmatlar. Shu bilan Sakaryadamiz. Sakaryaning bir chekka tarafida. Shaharda ham bo'lsa uyimiz, markazda o'tirishamiz. Arabistonda Makka-i Mukarramadan Farruh Haydar ismimga taniydilar. Sizlarga ham hammalaringizga endi Sakaryadan Allah nasib qilsa inshaalloh Makka-i Mukarramaga Baytullohga borsak, Payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga borgan pallada ham bu yerda ham sizlarga salomlarimiz bilan, duolarimiz bilan bo'lamiz. Baqar nasib bo'lsa, yaqin zamonda niyatlarimiz bor. Endi bizning amakilar ketdi. Amerikadan Allah razı bo'lsin. Oyoqlariga quvvat bersin, güç versin. Maşallah, tabarakallah. Endi bizning amakimizda bo'lsa, bizning bir maydag'ana bir bog'chamiz bor edi. Shu amakimizni shu bog'chamizga olib kelib gezdiryapmiz. Mana Badring janga nima bo'pti? Amakijon Maşallah. Gap yo'q. Qarang, bu Badringni qarang. Dori yemagan ekan. Nima qilamiz? O'zimizning uyga ishlatmakka uchun. Bola chaqaman ham yerdan ham bir yaxshigina toza pomadir, toza bodring, toza marul, toza ana shu narsalarda ozod nimalardan bor. Alhamdulillah. Endi o'z nimalarimizga, farzandlarimizga, o'z xonadonimizga jetib oshib bir ikki hamsiyamizga ham belgiday nimasi bo'ladi. Allohga shukr. Maşallah, tabarakallah. Amaki jonimizga ham Alloh rozi bo'lsin. Xush kelibdi, oyoqlariga sog'lik. Bizga shuncha hurmat qilib, bizni shuncha bir qadrma berib kelgan bo'libdi. Biz her zaman bilan bosh tacımız. Sizlarga ham beklaymiz inşallah. Her zaman kesalaringiz mana bog'chamiz. Shaharda uyimiz. Keldingiz, qolasizlar. Aziz vatandoshlar, mana amakimiz Farruh Haydar Hoji Akbar bilan biz mana Sakaryadamiz. Shu kishining kichkinagina chorbog'ida. Mana shu bodringlarni ko'rib ko'zim quvnaydi. O'zbekistonda 60, 65, 50 gradus issiq bo'lsa-da, lekin bu yerda 20 gradus ob-havo, osmon bulut, atrofda yomg'ir, yon tomonda Qapala tog'i bor. Bugun Qapala tog'iga amaki olib chiqmoqchi. O'sha yerda O'zbekiston tili bilan aytganda piknik, bir kichkinagina qarindoshlar bilan davra suhbat qilib shashliqxo'rlik qilamiz. Qartepa degan bir shahri bor. Tagida esa Qartepadan inshaalloh amakimizning holi Sakaryaning ko'p bir yaxshi chakar urg'ich joylari bor. Sapanja deb bir joy bor. Sapanjadan tog'lardan suv tushib yotdi. İnsanlar kelib berga dam olmoqqa keladilar. Maşallah. Endi sizlarni ham beklaymiz, do'stlarimiz, birodarlarimiz, qayerdan sizlar bizni sayratsalaringiz, hammalaringizga salomlar, hurmatlar. Mana bir jahon tashakkur etamiz. Bizning Chora amakimning nimasiga obuna ham bo'lib qo'yingiz. Rahmat. Mana shu amakimiz asli kindiqqoni to'kilgan bobolarining Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani. Mana shu Qari qishloq degan joy bor, Qamchin dovonida. Ana o'sha yerda bular tug'ilib o'sgan. Shularning avlodi mana bu yigit Arabistonning Makka shahrida kindiqqoni to'kilgan. Lekin Turkiyaga ko'chib kelib, turk fuqaroligini olib, mana shu yerda farzandlari bilan 18 ta qarindoshi bilan turk fuqaroligini olib, shunday bir joyda 30 akr joyda olib, joy qilib, dehqonchilik qilib, davron surib yashayaptimi? Qaddingda o'zbek degan gapni aytgim keladi. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar o'zligini yo'qotmagan, o'zbekligini yo'qotmagan, tilini o'zgartmagan, dinini esa mustahkam islom dinida sobit bo'lgan haqiqiy o'zbegimning asl siymasini mana shu Hoji aka siymasida ko'rishingiz mumkin. Havas qilingizlar, niyat qilingizlar. Albatta shu yutuqlarga siz mening muxlislarimga erishasizlar. Bizni kuzatishni davom etingizlar. Mana ko'ryapsizlar, qanaqangi ajoyib mana. Shunaqangi bir tabiiy bodringni ko'rib ko'zim quvnaydi. Mana o'zimizda chekinda buyoqlarda ham maşallah mana qarang, pomidorlarni qarang, gullab yotibdi.
shu mehnatni qilib, shuni shu darajaga yetkazgan shu qarindoshimizga, shu vatandoshimizga ming rahmat. Shu Turkiyada ham O'zbekistondagi sharoitni yaratgan ekan, qaddingni urib o'zbek deydigan mard kerak. Mashalloh, tabarakalloh. Mana shunaqa joylarni bunyod qilib, shunaqa joylar tashkil qilgan ekan, umrida baraka topsin. Rahmat. Mana yashash joylari. Mana atrof bog'. Mana telefon nomerlari. Bog'laningizlar, kelingizlar. Malik azizlar, mana Hoji Akbar Farruh Haydarning farzandlari, turmush o'rtog'i, mana ukalari. Mana shularni davrasida biz mana mehmonmiz. Mana amaki, mana ben shu bizni qadamimiz shu yerga yetibdi, bir duo beringchi. Allohumma anzila manzilan mubarakan fi. Allohumma barik lana fi rizqina. Allohumma ighfir lana rizqina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم hammamizga bundan ham yaxshi kunlarni inshaalloh nasib qilsin. Xush keldilaringiz, oyoqlaringizga sog'lik. Sizlar amakijon, sizlar ham hammalaringiz, singillarim hammalaringiz xush kelibsizlar. Amin. Allohu akbar. Mana amakimizni mana farzandlari, oilasi mana shularni mana qarang. Arabistonda Makka shahrida kindiq qoni to'kilgan bo'lsa-da, lekin Turkiyada turk fuqarolari ham yashashyapti. Umrida baraka topsin. Mashalloh, tabarakalloh. Mana azizlar, biz mana shaharga tushyapmiz. Hozir mana shu Qapoli tog'ida, mana shu tog'ning tepa qismida hozir amaki bilan borib, Ulug'da mana qarang, Ulug'da borib shu yerda bir piyola choy ustida shakli xo'rlik qilamiz. Inshaalloh. Mana qanday go'zal tabiat. Ana shuning uchun bizni kuzatishda davom etingizlar.